Xo'sh, boshlaydigan bo'lsam tezroq olib tashlaylik. Vaqtimiz kam. Xo'sh, rabочий stoldan frontend ichidan tailwindni o'zini ochib olamiz. Tushunarli? Xo'p, tailwindni birinchi CDN orqali ishlashni ko'rib chiqamiz. CDN. Xo'p, mana bo'ldi. Kirib oldik. Xo'p, tailwindni o'zini ochib olamiz endi saytini. Xo'p, tailwind CSS Xo'p, nima kirmadi? Avtomatik ko'rmaydim seniki. Tak bo'ldi. Xo'p, tailwind nima? Kim nima ham biladi tailwind haqida? Yo'q, bootstrap zamonaviy versiyasi desak sal xatolar bo'ladi. Bolalarga o'tayotgan payt unaqa deyish sal xato. Chunki bootstrap bilan aloqasi yo'q. Chunki shunchaki CSS bootstrapga o'xshagan. Tak, CSSni modern versiyasi degan bo'ladi. Xuddi shu bootstrapga o'xshagan desak to'g'ri bo'ladi. Bootstrap zamonaviy versiyasi. Bu yerda xuddi shunday klasslar bilan ishlanadi. Misol uchun Bootstrap 2011-yil yaratilgan bo'lsa, bu 2017-yil yaratilgan. Tailwind CSS. Bootstrapdan ancha-muncha nimaroq, yaxshiroq, keyin kustomizatsiya qilsa bo'ladi. Kustomizatsiya degani o'zlaring kerakli stillarni berib, ortiqcha CSS fayl ulab o'tirishga hojat qoldirmasdan ishlab ketsa bo'ladi. Masalan, Bootstrapda width qanaqa beradi? Foizda beradi, to'g'rimi? O'zimiz nechta piksel bera olmaysiz. Buning uchun CSS kerak bo'ladi, to'g'rimi? Tailwind desa, shuni o'zi istagan ma'noni yozib ketsangiz bo'ladi. Pikselda yozib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan nima bo'layotganini. Klassga olib ketyapti. Bu yerda o'zgarishlarni ko'ryapsan? Klassiga qarab o'zgarib ketib ko'ryapsan. Hamma narsa faqat klass. Tushunarli? Xo'p, bo'ldi, unaqa qiyin joyi yo'q. Tak, bu yerda versiyasi bor. Men shu paytgacha 3-4 versiyalarni ishlab kelgandim. Buni ancha-muncha kustomizatsiya hamma narsasini o'rganib olganman. 4.1 ga endi kirdik. Unchalik ko'p ma'lumotim yo'q, lekin menga qiyinchilik tug'ilgani yo'q. Hashda bir xil hammasi. Xo'p, endi birinchi o'rinda bu yerda docsga o'tadigan bo'lsak, installation turibdi, yuklab olish. 6 ta usullari bor. Masalan, White orqali yuklash ham mumkin. Tushunarli? White paket manager orqali ham yuklash mumkin. Bu yerda post CSS degan narsasi bor. Post CSS o'sha kustomizatsiya uchun kerak bo'ladi. Tailwind CLI turibdi. Bu CLI orqali, terminal orqali yuklab olish, paket qilib yuklab olish. Bu yerda framework guides degan narsa bor. Masalan, React ishlatmoqchi bo'lsangiz, Next.js ga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, farqi yo'q. Любой mana shu yerdagi frameworklar uchun yuklab ketsangiz bo'ladi mana shu joyda. Endi play CDN degan joy bor. CDN degan narsani bilasizlar, to'g'rimi? Link yoki skript orqali HTML logic promoy ulab ketish. O'sha eng misol uchun oson ulash usuli hisoblanadi. Demak, birinchi o'rinda CDN ni o'rganamiz, eng oson yo'li. Demak, eslab qollaringlar, docsdan play CDN ga kiramiz. Endi bu yerda aytib o'tiribdi. Index.html deyapti. Mana shunday olib qo'yasan deyapti. Bu yerda nima? Ko'kka alohida belgilab qo'ygan. Mana shu CDN ni qo'yasiz, bo'ldi sizda Tailwind avtomatik ishlab turadi. Tushunarli? Faqat internet bo'lishi kerak. Xuddi Bootstrapda link orqali ulab qo'yamiz. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Bo'ldi. Bu yerda kustomizatsiya qiladigan joyi ham bor ekan. Try adding some custom CSS. Custom degani o'zingiz stilingizni qo'shib qo'yishingiz ham mumkin deyapti. Mana style degan tag ochyapti. Type text, Tailwind CSS, theme, color, Clifford. Mana temaga mana bunaqa rangni qo'shib qo'yapti, masalan. Xo'p, mana tekstga endi nima deyapti? Text chiziqcha Clifford. Ya'ni Clifford degan rangni o'zi hosil qildi, tushunarli? Tailwindda yo'q bo'lgan rangni o'zi berib qo'yapti degan, mana Clifford degan nomga va o'sha nomni nima qilib ketyapti? Sraz ishlab ketyapti.
Bootstrapga taqqoslaydigan bo'lsak, 8 tami, 10 tami rangi bor, to'g'rimi? Qanaqadir sariqroq rang kerak masalan. Yo'q Bootstrapda u rang. O'sha rang xuddi Bootstrapga misol uchun o'zingiz kiritib olganingizga o'xshaydi, tushunarli? Tailwindda istagan rangingizni o'zingiz mana shunday nom berib kiritib qo'ysangiz bo'lar ekan. Tushunarli? Xo'p, mana shundan boshlaymiz bo'lmasam. Xo'p, demak, nima ochamiz? index.html ochaman. Xo'p, title tagidan nima olib qo'yishimiz kerak? Boyagi script, mana shu aynan kerak bo'ladigan Tailwindning skriptini ulab qo'yamiz mana shu yerga. Xo'p, dokumentga yo de tursin. Tailwind CDN. Tushunasizlarmi CDN degan narsasiga, nimaligiga? Va skript orqali ulash. Birinchi o'rinda bolalarga baribir mana shu CDN qilib tushuntirishimiz kerak. Birdaniga. Tak, bo'ldi. Endi Tailwind kodlarini ishlatib ketaveramiz. Tak, undan oldin yuklab olishlarni keyin ko'ramiz. Ranglarni baribir birinchi o'rinda ko'rsatishdan kerak. Ranglar qanaqa beriladi? Chunki rang orqali baribir ko'rsatadi bolalarga. Bola ko'rib o'rganadi birinchi. Mana bu yerda ranglari bor. Xo'p, reddan boshlab stone degan ranglargacha bor. Где-то 22 tami rang bor. Tushunarli? Bootstrapdan solishtirib ham tushuntirib olasiz. 22 ta rang bor. Har bitta rangda 10 bitta ko'rinishi bor. Mana 50, masalan, BG nima degani? Background degan bilasizlar? Keyin bitta div ochaylik. Tak. Div class. Hop, width height keyin tushuntirib o'raman. Masalan, 100 beraveraylik, height chiziqcha 100 beraveraylik. BG nima degan edi? Background, to'g'rimi? BG masalan red deyman, to'g'rimi? Red deysiz. Redni o'zini bermaysiz. Mana shu 50 dan 950 gacha bo'lgan qismlardan bittasini berasiz. O'shanda stil oladi. Xo'p, masalan 50 ta berib ko'ramiz birinchi o'rinda. Xo'p. Ochib ko'raman. Xo'p, mana xiraroq qizil rang bo'ldi. Hosil bo'ldi, ko'ryapsizmi? Endi 950 berib ko'ramiz. 950 da mana eng qalin bo'lgan holati, qizilning eng qalin bo'lgan holatini oldi. 500 berishingiz mumkin, masalan. Mana 500 beradigan bo'lsangiz, nima bo'lyapti? Mana o'sha holatdagi rangi o'tdi. Demak, xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? 22 ta rangni 10 bitta ko'rinishi bo'lsa, pastda 22 ni 10 ga ko'paytirsangiz qancha bo'ladi? Ranglar taxminan 242 tami, mana shunaqa. Endi bu Tailwind o'zida bo'lgan ranglar. Mana bu Tailwind bor, biz ko'p narsa bor, chirish ko'p, nima qancha bo'ladi, lekin o'sha sizlarni ko'rishyapsiz. Asosiy joyini o'tishimiz kerak edi, tushunyapsizmi ularga? Ha, o'sha asosiy joylarni cher kattadan, cher katta ekan. Ya'ni o'zingizdan yaratasiz. Keyin bitta narsa bor, Tailwindingizda Filiston buchakdan haqqini bilasizmi nimalar? Ha. Eng katta nima bilasiz? Bootstrapda masalan kichkina loyiha ishlatsa ham Bootstrapda hamma amallarni kodlarni ishlatishga majbur bo'ladi. Tailwindda faqat o'sha ishlatgan klassga qarab ishlaydi. Generatsiya bo'ladi. Eng fishkasi shu deydi. Ha, o'sha joylarni ko'rsataman. O'sha joylarni ko'rsatsangiz ham bolalarga eng muhimi shu. Tailwind bo'ladi. Tailwind ishlatsa keyin boshqalarga o'tish shart emas. CSS o'ziga ham qaytish shart emas. Tailwind o'ziga o'tsa, CSS o'ziga ham qaytish shart emas. Xo'p. Bo'ldi bu. Endi custom stil berishga hali o'tmay turaylik. Width height ham o'rgatay. Eng kerakli narsa shu width height. Width height ham rosa kerakli narsa. Xo'p, bu yoqdan width height ko'ramiz. Rang tushunarli bo'ldi. Xo'p. Tak. Size. Xullas men o'zim sizlarga tushuntirib ketaman. Unaqa qiyin narsa emas, width height. V degani width tushunarli? H degani height. Bo'ldi. Endi siz Tailwindda
oldin eski versiyasida 4 ga bo'linadigan sonlarni qo'ygan edi. Masalan, v chiziqcha 16 desangiz ishlaydi, v chiziqcha 15 desangiz ishlamas. Ish kerakli narsalar bor. Hozir farqi yo'q. Любойni berib ketaverasiz. V chiziqcha 100 deysizmi, v chiziqcha 99 deysizmi, o'shanga qarab stil olib ketaveradi. Endi masalan nimaga aytay? V misol uchun 100 dedim. Taxminan necha piksel bo'ladi, to'g'rimi? O'shani bilmaymiz. 4 ga ko'paytirilgan holati bo'ladi, tushunarli? V chiziqcha n degani n ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 4 teng pikselga, tushunarli? 4n pikselga deb hisoblasa ham bo'ladi. Ya'ni 100 berdingizmi, necha piksel bo'lar ekan? 400 bo'ladi. 400 bo'ladi, tushunarli? Demak, mana bu yerdagi o'lchamlar 400 pikselga teng ekan. Endi buni qo'lda qanday bersak bo'ladi? 100 emas, qo'lda bersam bo'ladimi-da? Agar o'zingiz qo'lda bermoqchi bo'lsangiz, Witsheadda to'rtburchak qavs ochasiz. To'rtburchak qavs ichiga o'zingiz pikselda berib ketsangiz bo'ladi. Masalan, 400 piksel. Tushunarli? Ko'ramiz, hech narsa o'zgarmadi balandlikda. Bir xilmi? Bir xil. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Xo'p. Maydalab o'taymi bundan ham yo bundan sal yuqoriroq o'taveraymi? Dakman. Ben bular ona bu sal 100 desak, yo'q, foiz emas. O'zini o'lchami bor. Masalan, v 5 deb beraversangiz ham bo'ladi. O'zini utilitsasi desam bo'ladi. O'zi keyin pikseldan ko'radigan bo'lsa, 4 ga ko'paytirib olasiz, pikseldagi qismi chiqadi. Ha, oldinlari shu boya aytganimda, misol uchun V16 bersangiz ishlardi, V15 desangiz ishlamasdi. Masalanda, hozir farqi yo'q, ishlab ketaveradi. V15, 13 desangiz ham ishlab ketaveradi. Ha, oldin shunaqa bo'lgan, hozir endi shart emas. Oliboy bersangiz ham olib ketaveradi. Tak, mana shu CDN orqali ishlash, BG background degani. Undan tashqari foizlari ham bor, a? Masalan, 50% dan qanday beramiz ishlaydi. V chiziqcha yoki H chiziqcha desangiz ham bo'ladi. Ko'pincha V da ishlanadi. V chiziqcha 1/2. Bu necha degani? Fitsning 50% degani. Yoki 3/4 deb yozib ketsangiz ham bo'laveradi. 4dan 3 qismini nima qilib oladi? Bolaga mana shularni ko'rsatsang yetadi. Toza chuqurlashtirish ham shart emas. V1 desangiz 4 piksel bo'lib qoladi. 100% ligi mana bunaqa bo'ladi. V full dis. Tushunarli? V full 100% ga teng. 100%. Tushunaylik, xullas to'g'ri. Xo'p, yana nima? V screen bor. V screen. Taxmin qilib ko'ringlar nima bu? Ekranda 100 viewport weight bor-ku, bilasizmi? 100 viewport weight. Ekranni polni yuzasi. VH. VWidth bor, VH bor. VWidth bu o'sha unaqasi width. Agar 100 viewport width bersangiz, nima bo'ladi? Ekraningiz polni qamrab oladi. Masalan, mana bunga custom berib ko'ramiz. Qarang. 100 viewport width. Nima bo'ldi? Ekranni to'liqligicha oldi, to'g'rimi? Ha. 100% bilan bir xil pashti. Screen desak ham nima bo'ladi? Bir xil. Bu screen anondagi tailwind. Tushunarli? Bo'ldi. Ko'rasan oson, a? Qiyin emas. Bitta tailwindga o'rgan qolsangiz, CSS ga qaytadan kelmay qoladi. Xo'p, height ham xuddi shunaqa. Height bilan widthga bir xil. Tushunarli? Bo'ldi. Endi nima qayerda ko'rsataylik bo'ldi? Margin paddinglar ko'rsataymi? Xo'p, marginlar asosiy qismi. Masalan, M margin degani, P padding degani. Tushunarli? Tomonlari bor. MB xuddi bu straptiki bilan bir xil. Margin bottom, margin top, margin right, margin left. Tushunarli? Endi o'lchamni qanaqa berasizlar? O'lchamni xuddi mana widthga bergandek chiziqcha bilan berib ketsanglar bo'ladi. Ha? Kerakmi?
Plus mana margin berib ko'radigan bo'lsak, m chiziqcha 12. Bu taxminan 48 piksel berdi. Ko'rdinglarmi mana? Oldimi? Bo'ldi. Yana widthda max width qolib ketibdi. Max chiziqcha width beriladi, tushunarli? Max width qolgani o'zi beradigan stil, tushunarli? Buni eng qilib ketaveraman. Istagan nomer yozish mumkin. Piksel yozib ketish mumkin. Minimum width ham xuddi shunaqa. Minimum chiziqcha width. Heightlar ham height bilan endi width bir xil qolgani bir xil ketaveradi. Xo'p, padding ham shu dedim. Masalan, mx auto degani bilasizlar, ikkita yon mx auto bersalar ham bo'ladi ko'pincha. My tepa pad. Tushunarli? Bo'ldi shu. Bir xil. Tak. Ha? Ha. Tak, yana qayerni ko'rsataman sizga. Positionlar, fixed, sticky, shunchaki nom yozib ketiladi. Tushunarli? Sticky, yana qaysi bor edi? Relative. Yana sticky, relative, absolute bormi? Absolute bor. Asosan shu to'rtta static va static shartamiz. Mana shunday berib ketiladi. Animatsiyalar bor o'zini. Animationlari ham bor. Xo'p, masalan bounce degan bor. Bounce, spin bor. Keyin mana shuni animatsiya qilib ko'ramiz. Mana screen qilmasdan use qilib turamiz. Animation berib ko'ramiz. Xo'p. Animation chiziqcha bounce masalan. Bu refresh ko'riladi. Agar to'g'ri yozgan bo'lsam. Spin bor. Bu endi eng nolvoy ko'rsatilishida, aslida bunaqa ishlatilishi shuncha shart emas. Xo'p. Savol beringlar, yana qayerga kerak? Tak, o'sha animatsiyani ko'ramiz. Animation. Class ku bu, classda bitta xato qilib qo'ysangiz nima bo'ladi? Xato bo'lib ketadi, mana. Animate deb yozishim kerak, animation yozib ko'rdinglarmi? Tak, bu yerda nima muammo chiqadi? Hamma klassni nima bo'lmaydi, yodlab bo'lmaydi. Даже bizga ham qiyinda bu narsani yodlab chiqish. Ko'ringlarmi ishlayapti? Animate deb yozish kerak. Tak, bo'ldi. Buni sizlarga baribir sizlar ham zo'r bilishlaring kerak, o'qituvchi, cho'tki bilish kerak, qiyin bo'lgan vaziyatda ham yaxshi o'rganish kerak. O'shaning uchun birinchi task sizlarga onamga tashlab qo'yaman Telegram gruppaga. Tak. Onamga kirishim kerak edi, brauzerimga. Bitta veb-sayt beraman, o'shani to'liq onamda qilib kelasizlar. Tailwindda mana shu CLI orqali kelasizlar. Sal qiyin bo'ladi. Chunki ichida ko'p narsalar bor. Sensiz qilmasdan polni Tailwindni o'zida qilib ketasizlar. Tushunarli? Custom qilishni o'rganaylik. O'zimiz custom stil berishni o'rganaylik. Playsiden damiz hali ham. Keyingi darsgacha. Bo'ladimi har kun? Lekin sizlar o'qituvchilar, sizlarga buni qilmay yurmanglar. Ha, keyin Abdullaga men aytaman, shunaqa deyman keyin. O'shaning uchun harakat qilinglar. Xo'p, mana bu yerda nima bo'lyapti? O'zimiz custom nima kirityapmiz? Rang kirityapmiz. Misol uchun color Clifford. Shunchaki men Cliff deylik. Color Cliff deylik. Tak, bu qanaqa rang ekan? Buni men taxminan bilmayman. Qanaqa rangligini. Xo'p. 00 deylik. Black deb turaylik, bo'pti. Lekin black shart emas. Qanaqa rang qilsak bo'lar ekan? Tak, panjara 3 qilaylik-chi, sal jigarrang rang bo'ladi. BG ga red emas, nima deyman? BG ga Cliff deyman, tushunarli? Cliff. Rangni oldimmi yo'qmi? Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Endi tekstga ham
Bga ham shu rangni olib ketsangiz bo'ladi. Bga xolos orqa fonga, tekstga, yozuvlarga rang berish esa text deb o'sha rangni olib ketaverasiz. Masalan, text red chiziqcha 600 bo'lishi mumkin. Tushunarli? Tekstga rang bermoqchi bo'lsangiz bu, orqa fonga rang bermoqchi bo'lsangiz bga deysiz, to'g'rimi? Tushunarli? Endi tekstning stillari. Tekstning o'zining stillari bor. Birinchi katta kichikligi. XS eng kichkinasi, XS dan SM bor, MD, LG, XL, 2XL va hokazo 9XL gacha bor. Lekin hammasida shunaqa bo'lmaydi. Hamma o'lchamlarda shunaqa narsa bo'lmaydi. Yozuvda bor, masalan, tekstlarda bor. Xo'p, font bor. Font chiziqcha deysiz. Light degani bor. Men ham 3 bermayman nomlarini. Light, medium, normal bor. Tak. Bold bor. Keyin semi bold bor. Semi bold, extra bold degani ham bor. Tushunarli? Extra bold. Font bold deysiz, shu bilan ketaveradi. Keyin yozib kiritib ko'ramiz ichiga. Bular masalan 5 ta. Xo'p. Class birinchi o'rinda text chiziqcha 5XL deylik. 5XL. Katta bo'ldi, ko'rdinglarmi yozuvda? Tak, shu to'xtatib qo'yaylik. To'xta. Yozuvni rangi oq qilaman, nima deyman? Agar white bermoqchi bo'lsak, text shunchaki white. White'ni 50 olsa bo'lmaydi. Ya'ni white bilan black'ni 50-60 degan narsasi bo'lmaydi. Bo'ldi. Padding bermoqchimiz, nima deymiz? P chiziqcha 5 deysiz masalan. Bo'lyaptimi? Ko'rasizlarmi? Xo'p, qalin qilmoqchisiz. Font chiziqcha semi bold masalan. Qalin bo'ldimi? Shrift bermoqchisiz masalan, shrift. Font family, Font family. O'zingiz berib ko'rishingiz kerak. Font chiziqcha sans degani bor. Font chiziqcha mono degani bor. 3 ta Tailwind'da o'zida bor. Agar yo'q bo'lsa, o'zingiz kiritsangiz ham bo'ladi, boyagi aytganimdek. Chiziqcha font family. Mana bolalar, mana shunchalar. Font sans bor, font serif bor, font mono bor. Yozilishini ko'rasizlarmi? Xo'p, chiqqani mana chiqqan. Font sans da mana bunday ko'rinadi, serif da bunday ko'rinadi, mono da bunday ko'rinadi. Tushunarli? Mana shu 3 ta asosiy ko'rinishi bor. O'zgardimi? Font family? Boshqa kiritmoqchi bo'lsangiz, qilib ketsangiz ham bo'ladi. Xuddi boya qilganimizdek. Mana bu temga o'xshab qilib ketganimizdek qilsa bo'ladi. Lekin bu sal qiyinroq yo'li. Men o'zim ham bunaqa ishlamayman, CDN qilib ishlayman. Chunki men klasslarni bilmayman. Zo'r yo'llari bor. Klasslarni o'zi chiqarib beradigan narsalari bor. Mana bu yerda Tailwind CSS, IntelliSense degan narsa bor. Tailwind CSS, IntelliSense. Ko'rasizlarmi? Mana shuni yuklab olish kerak. Yuklab olsam-ku. Mana shu yerda kodlarni o'zi avtomatik chiqarib beradi. Faqat bu onamda ishlaydi. CLI orqali ishlatayotgan paytimiz ishlaydi. Terminal orqali yuklab olgan paytimiz ishlaydi. Node.js bo'lishi kerak bunga. Xo'p, buni ham mayli ko'rsatib beraman, hali vaqtimiz bor ekan. CDN tushunarli. Uyda CDN da bitta kichkinagina application qilib kelasizlar. CDN ga men qiyin bermayman. Mana bu frontend mentor.io bor-ku, o'sha yerdan kichkina sayt berib yuboraman. Qilsak bo'ladimi? Hozir Shohrux. Harakat qilib ko'rasiz. ChatGPT bilan bilmaganlaringizni sekin o'rganib olasiz. Sal boshida qiynalib olganlar yaxshi-da. Mana shu CDN orqali ishlash sal qiyinroq edi. Xo'sh. Ro'yxat o'tmaganmisan? Shuni.
Bo'lmasdi. Frontal aya. GitHub'im bor bunda. Kirib ketsa kerak. Bo'ldi, kirib ketdi. Xo'p, bu yoqdan sizlarga yozib beraman. Hamma ochgan menimcha. Bizga prosta faqat ona kerak xolos. HTML CSS bizga yetarli. API bo'lish shart emas. Xo'p, sizlar intermediate, junior, advanced orasidan ko'ramiz. Xo'p, mayli. Sizlarga yengilroq narsa qilamiz. Mana uni qilib kelinglar, o'tdimi? Mana shu. Bo'ladimi? CDN orqali boyagi skriptni ulagan orqali qilgan holatda mana shuni qilasizlar. Xo'p. Ha. Flexlardan ko'rsataman hozir. Flexlardan ko'rsataman. Mana shuni yozsa. Flexlar bilan ishlashdan hozir ko'rsataman. Faqat yuklashda orqali o'sha yuklagan paytni ko'rsataman. Menimcha CDN tushunarli. Endi keyingi papkaga o'taman. U CLI orqali ishlash bo'ladi. Yuklab olib ishlatamiz, sal osonroq bo'ladi. Yuklashda sal vaqt ketadi, yuklashda o'rganib olganlarincha ozgina. Lekin yuklab olgandan keyin boyaga aytganda o'zi kodi chiqarib turgandan keyin ancha oson bo'lib qoladi. Xo'p, yuklab olib ishlatish. Qaytamiz bu yoqqa. Docsga qaytamiz. Tailwind CLI'ni tanlaysizlar, tushunarli? Tailwind CLI tanlaysizlar. Bolalarga birinchi CDN orqali kichkina loyiha qildirib, xuddi o'zlaring qilganda, keyin CLI'ga o'tasizlar. Ikkita darsdan keyin, bittadan keyin. Xo'p, nima qilish kerak? npm orqali Tailwind yuklab olish kerak. Значит, bizda nima bo'lish kerak? Node.js bo'lish kerak, tushunarli? Node.js'da bolalarga o'rgataverasizlar, qanaqa yuklanishini. Xo'p, terminalni ochamiz. Node chiziqcha version ko'rib olamiz. Agar PowerShell'da o'zida ruxsat berilgan bo'lsa ishlayversin, bo'lmasa git bashda qilaveradi. Farqi yo'q. Git bashda o'tsa ham mayli, farqi yo'q. Bir xil bolalarda ruxsat berilmaganda. Mana npm bor, bizda Node.js bor, demak bemalol yuklasak bo'ladi, tushunarli? Xo'p, demak Tailwind CSS ga o'tasizlardagi mana buni nima qilamiz birinchi? Yuklab olamiz, lekin bundan oldin paketni start qilib olishimiz kerak, ya'ni muhitni boshlab olishimiz kerak. Videoni ko'rasizlar. npm init chiziqcha y komandasini berib yuboradi. Bu o'sha muhitni boshlash komandasi hisoblanadi Node.js da. Mana bizga paket json nima bo'ldi? Chiqib keldi. Papkamiz nomini oladi. Hamma narsa tayyor. Bu yoqda xohlasanglar keyword degan joy bor. Keywordga o'tiladigan texnologiyalar yozib qo'yasizlar bo'ladi. Tailwind CSS virgul HTML bo'lishi aniq. Tak. Nima deysiz? HTML deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. JavaScript qo'ysangiz JavaScript qo'shib ketadi. Men shart deganimiz. Xo'p, descriptionga bilasizlar, istagan narsani yozib ketsanglar ham bo'ladi. Simple. Yoz shart degan narsa emas lekin. Simple Tailwind app. Auzorga ismini yozib qo'yasiz. Masalan, men o'zim yozib qo'yaman. Tak, bo'ldi, tayyor. Endi nima qilsak bo'ladi? Boyagi joyga o'tib, mana buni nima qilamiz? Yuklaymiz. Buni yuklagandan keyin keyingi qadam aytyapti, src degan papka och deyapti. Ko'ryapsan? src degan papkaning ichidan input css degan fayl och deyapti. Demak, nima ochar ekanmiz? src degan papka ochamiz. Sal chiroyliroq qilib qilish uchun tema tortmaysan papkalarga. Material team. Chiroyliroq ko'rsatadi. Bo'ldi, tayyor. Chiroyli qilib qo'ydinglar. Xo'p. Endi mana bizda src degan papka tayyor. Buning ichidan nima ochyapti? Input.css degan fayl ochdi, ko'ryapsizmi? Input css. Va uning ichiga mana buni nima qilyapti? Qo'yib qo'yasan deyapti. Mana. Okay. Hozir nima kerakligini barini tushuntiraman.
va terminaldan nima qilasan deyapti? Mana bu komandani berasan deyapti. npx tailwind cli komandasi tushadi. I ya'ni nima deyapti qaranglar. src papkasiga kiradi bu loyihamizdagi. src papkasi bormi? Kiradi. Uning ichidan input css ko'radi va uni src papkasi ichidagi output css degan faylga tailwind klassidan oddiy css ga compile qiladi. Tushunarli? Tailwind kodidan oddiy css ga nima qiladi? Kodlarni compile qilish uchun ishlatiladi. Doimiy ishlatib turish uchun wash degan kalit so'zni qo'yib qo'yadi. Doimiy. Nima qilasiz? CSS kod yozasiz HTML ga. Mana bu komanda doimiy ishlab turadi. Siz yozgan CSS deb tailwind klass yozasiz. Yozgan tailwind klassingizda CSS ga sразу o'girib beradi, tushunarli? Va o'girilgan CSS HTML ga ulab qo'yadi. Chunki tailwind kodini brauzer tushunmaydi, to'g'rimi? Xuddi shu ish bajariladi. Hozir qaranglar. Men yozgan charchagan bo'lsa, tushunmagan bo'lsa-ku, videoda qaytadan ko'rib olsa bo'ptimi? Men joyiga qo'yib shu komandani beraman. Hozir bizga nima paydo bo'lib qoladi? Output CSS paydo bo'lib qoladi. Bo'ldimi? Mana ko'rishlaymanku, boshlang'ich tailwindning kodlari joylashib qoldi. Mana. Lekin CSS bu, to'g'rimi? CSS ko'rinishidagi fayl. Mana bu nima ish qilib beradi? Mana bu bechoraning qiladigan ishi. Hozir biz HTML ochamiz. Tak, HTML src ni ichiga ochishni maslahat bermayman. Nimaga? Chunki buni ertaga GitHubga qo'yishlari mumkin. Netlifydan qo'yib chiqarishlaring uchun index.html tashqarida turishi kerak. O'shaning uchun index.html ni tashqarida olib qo'yganlaring ma'qul. index.html. Mana. Buning ichiga nimani ulab qo'yamiz endi? Buning ichiga qaysini ulaymiz? Inputmi, outputmi? Nima deb o'ylaysiz? Bizda tayyor nima bor? Tailwind kodlarini CSS ga o'girgan fayl bor. O'shani o'girib qo'yamiz. Tushunarli? Buni emas. Adashib ketmanglar, buni emas. Buni nima qilamiz? Ulab qo'yamiz. Link nuqta slash src ni ichiga kirib input css da output css ni qo'yamiz, ulab qo'yamiz. Endi bemalol bu yoqqa nima qilsak bo'ladi? CSS kodlari, tailwind kodlarini yozib ketsak bo'ladi. Pastga qarasalaring down bo'lib yashil chiqib turibdi. Bu degan ishlayapti. Tushunarli? Xato bo'lib ketsa o'zi aytadi. Xo'p, keyin kvadrat yaratib qo'yaylik. H chiziqcha use masalan screen deylik. Screen. Nima chiqyapti bizda? Aytgancha. To'xtanglar. Bizda nima chiqyapti? H chiziqcha. Nima chiqyapti? Tayyor kodlar chiqadi. Ko'rasizlar? Aynan mana shuning uchun yuklab ishlatiladi. Ishlataman. Ko'rasizlar? Endi qo'rqmasdan yozib ketaverasiz. Kodim to'g'ri bo'ldimi, yo'qmi deb o'tirmaysiz. Bu yerga chiziqcha, masalan, amber ranglar manaqagacha ko'rinib turadi. Qanaqa rang chiqayotganigacha ko'rinib turadi. Ko'rdinglarmi? Mana shu filtr uchun men yuklab ishlataman. Ochamiz. Mana bundan tezroq. Bir xil payt CDNda refresh qilib turmasa ishlamaydi-da. Ko'rdingizmi? Bu yoqda esa sразу ketaveradi. Tushunarli? Keyin bitta flex ishlatib ko'raylik. Yana bitta div ochamiz. Kvadrat bo'lsinmi? Class H chiziqcha this V chiziqcha this Vga masalan indigo 500. Bu ham ba'zida refresh qilish kerak lekin. Lekin undan ko'ra tezroqda. Ko'rdingizmi? Buni endi o'rtaga qo'yishimiz kerak. Nima deyman mana bunga? Shunchaki flex deyish uchun flex deysiz. O'rtaga qo'yish uchun justify nima? Center. Ko'rdingizmi? Justify kodlarni chiqib turgan va align items emasdagi items center. Item center degan align items center degan. Tushunarli? Bitta refresh qilasizlar. Mana. Tushunarli? Flex display flexga teng. Xo'p,
gridni ham mayli ko'rsatib yuboraman sizlarga. Mana bu divdan keyin gridni ko'rsatib beray. Xo'p, mana bu to'rtburchakni shunday pastga olamiz. Mana 90 emasligim 50 qilaman. Shundan bir nechta qilib qo'yamiz. Endi width shart emas aytgancha gridga to'g'rimi? Height tursin, mayli height tursin. Lekin width shart emas. Gridning ko'p qismini o'tmayman masalan. Ko'p narsasini tushuntirmayman. Tak, border bersak bo'ladi. Border masalan rangini berasiz. Border o'zi avtomatik black bo'lib turadi. Eng kichik qiymati 2. Xo'p, refresh qilamiz. Mana. Border berdikmi? Yoki pikselda bersalar bo'ladi. 1 piksel. Farqi yo'q, qaysi biri ma'qul bo'lsa. Xo'p, bo'ldi, hozir tushib turib tursin. Biz bundan keyin class grid ishlatamiz. Grid ishlatish uchun grid deysizlar va ustunlarga bo'lishi, to'g'rimi? Ustunlarga bo'lish uchun col chiziqcha col span masalan 3. Tak, col span dedi. Grid columns da deyishmasin. Grid cols 3 ham bo'ldi. Grid cols 3 degani bu ustun yarat degani, tushunadi? Mana. Ko'rdingizmi? Nechta ustun bo'ldi? 3 ta. 4 ta desangiz nechta bo'ladi? 4 ta chiqadi. Juda ham qulay. Bootstrap gridni bilasam, salgina margin berib yuborsangiz pastga tushib yuboradi bittasi. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Bemalol ishlatib ketsa bo'laveradi. Gap berasiz. To'r masalan. Bolalar shuni o'rgansa, bu shunisi katta narsa. Qolganini o'zi o'rganib ketaveradi. Masalan, oshna narsalar ko'rsatib qo'ysa. Xo'p, menimcha qolganlarini chap-chapdan sekin chachqiydan sekin ko'rib o'rganib ketaverasizlar. Men charchab qoldim. Tak. Shu oldingizda. Xo'p. Tak, bunda yana bitta loyiha berib yuboray bo'lsa. CLI orqali ishlatishga bitta loyiha. Tak. CLI orqaliga tamam. Ko'rinishini qilib beradi bo'lsa. JS ishlatmaysiz, просто. Xolislar JS ishlatinglar. Ko'rinish birinchi o'rinda, bo'ptimi? Nasıl sizlarga maslahat beraydi. Albatta mana shu qilib beradi, bo'ptimi? Bo'ladimi shu? Hadi.